Toshkent shahrida bankdan firibgarlik yo'li bilan 90 ming dollarni olib chiqib ketgan shaxslar ushlandi. Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, holat joriy yilning 18-iyun kuni sodir bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, bir necha shaxslar Tenge bank kassasiga mijoz sifatida borishgan. Ular bank kartasida mavjud dollarni naqdlashtirish maqsadida post terminalga yolg'on axborot kiritgan va shu yo'l orqali 90 ming AQSh dollarini bankdan olib chiqib ketgan. Tezkor tadbirlar orqali jinoiy guruhning 9 a'zosi ushlangan. Shu bilan birga tadbir davomida 12 dona telefon apparati, post terminal, 9 dona bank kartalari, 1.670.000 so'm va 36.495 AQSh dollari ashyoviy dalil tariqasida olingan. Vazirlik e'lon qilgan videoda jinoiy guruh a'zolaridan biri bu ishni bank xodimi orqali maxsus firibgarlik dasturi yordamida amalga oshirganini ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, hozirda holat yuzasidan tezkor qidiruv tadbirlari davom etmoqda.